Assalomu alaykum. Rossiyaning Voronezh degan shahridamiz. Keling. YouTube'ga qo'yaman. Chunki YouTube'da ko'rganda bu insonlar hozir YouTube'da faqat siz kabi katta insonlar ko'rib qolgan. Shu o'zimizning laqay elimizda mana shu yerda 20 xullas yoshligidan shu yerda keladigan laqaylardan tayyorlangan bor ko'p qilar ekan. Bugun mehmondorchilikdamiz. Bir qancha blogerlarman. Xullas, nima demoqchiman? Mehmondorchilik uchun rahmat. Xudo xolasa birinchi marta ko'rishib turishimiz. Bir qancha ko'rishamiz, xudo xolasa tanishganimizdan xursandmiz. Avvalo hurmat qilib chaqirganlar uchun birinchidan alohida rahmat. Yo'q edik, Voronezhga kelgan yo'q, yo'lda adashib ko'rib edim, Voronezhni ko'rdik. Shu aynalarimiz chaqirib katta rahmat. Xudo xolasa Ismoil aytganda yana ko'p ko'rishib turamiz. Nasıl inşallah. Başka kelib turmuş. Yaxshi. Shashlik deb pishiradi, brat. Keling sizlar shashlik. Shashlikka kelingizlar deng. Mehmonchilikqa gap yo'q lekin, Abdusha. Qara agratdi, qarang agratdi. Hammasi Joyma-joy. joyma-joy.